Assalomu alaykum hammaga. What's up fellas? Bugun birinchi qismini boshlaymiz va birinchi kirish qismida asosiy urg'uni Qing Dynasty hukmronligi davridagi vaziyat va CCP ya'ni Kommunist partiyani o'sishi, ya'ni u yerda paydo bo'lishi va o'ringa egallashi va mana shu qismga to'xtalib o'tishga harakat qilamiz albatta. Xo'p, birinchi opium urushlari haqida to'xtalib o'tishga harakat qilish kerak, chunki bu eng kalit nuqta hisoblanadi. Umumiy Xitoyning ko'rinishini o'zgartirib yuborganidan. Ya'ni Xitoy undan oldin imperial tizimdan yangi g'arb g'oyalariga to'yingan tizimga o'tishidan boshlashni ko'rib chiqamiz. Aynan o'sha opium urushlari bu taxminan 1849-1842 birinchi opium urushi, undan keyin 1856 va 1860-yillarda mana shu opium urushlari bo'lib o'tganda birinchi davrida aynan mana shu opium urushlari Xitoyning ichki jamiyatida va Qing hukmronligi davridagi ma'lum bir miqdorda g'arb g'oyalariga ochilish nuqtasi boshlangan deyiladi. Aynan o'sha davrdan boshlab Xitoydagi jamiyat va ma'lum bir yuqori mansabli shaxslar elitasi yoki akademik elitasi bu haqida o'ylashni boshlab yuborishadi. Ya'ni sabab nima bo'lyapti, nimaga urushlar, xalqaro munosabatlarni o'rganishni boshlashadi. Xuddi shu sabab orqali atroflicha jamiyatga g'arb g'oyalari kirib kelishni boshlaydi. Aynan shu davrda mana shu g'arb g'oyalariga ochiqlik davrida o'sha Qing Dynasty deydi ingliz tilida. Aynan o'sha Qing oilasi hukmronligi davrida ochiqlik biroz xalq tomoniga berilgandan boshlab juda ko'p aynan mana shu g'oyalarga yondashuv, mana shu g'oyalarni o'rgatuvchi kichik maktablar ochilib boshlaydi. Aynan mana shu maktablarda ichida g'oyalar o'rganilishi boshlaydi va o'sha davrdan boshlab kommunizmni o'rganish chuqurlashadi. Kerak bo'lsa kommunizmdagi masalan maktabdan keyingi ta'lim, bu oliy ta'limni olish uchun ular juda ko'p xitoyliklar va Xitoydagi o'sha davrdagi amaldorlari ham Rossiyaga borib ittifoq o'sha Sovet davridagi universitetlarda o'qishga harakat qilishgan bo'ladi. Aynan mana shu nuqtadan boshlanadi. Ya'ni 1860-yillardan keyin atroflarda mana shunday bo'ladi. Va aynan mana shu opium urushlari bu nuqta, ya'ni boshlang'ich nuqtasi. Va keyingi qismlarida yana davom atroflicha bu haqda va boshqa voqealar haqida suhbatlarni olib borishga harakat qilamiz.